qurib borayotgan Orol dengizida bizlar. Mana qaranglar. Mana buni kemalar qabristoni deyishdi. Mana ko'rasizlarmi? Kemalarni. Hozir pastga tushib bir kemalarning ichiga kirib ko'ramiz. Nimaga? 1960-yildagi holatini chizib ko'rsatishgan. 1980-yil уже mana qaranglar. Mana bu yoqda mana 60-yildan boshlab o'zgarishgan, ya'ni qurgan paytlari mana 1960-yilda mana bunaqa ko'rinishda bo'lgan. Biz hozir mana shu yoqda biz Mo'ynoqda biz 60-yilda bu ko'rinishda bo'lgan. 73-yilda уже mana yashil joylar qurishni boshlagan. Mana 87-yilda qaranglar, o'sha Mo'ynoq biz turgan joyimizda oldin suv bo'lgan ekan. Biz mana shu yerda turibmiz hozir. Mana yana kamaygan 87da, mana 99-yilda. Shunchagina suv qopti. 99da уже почти 60% qurib bo'lgan ekan. 2006-yilda, 2016-yilda Orol dengizida hech narsa qolmagan ekan. O'sha suv bor joygacha bormoqchi biz. Tushunishinglar uchun mana shu yo'qlar, mana shu turgan joyimiz, mana shu hammasi mana shu yoqda Orol dengizi mana shu yoqda boshlangan bo'lgan. Mana shu atrof Orol dengizi bo'lgan. Mana shu hammasi. Mana shu yoqdan suv qurishni boshlagan, ketgan suv qurib, bizning maqsadimiz o'sha suv qolgan bo'lsa agar, qatidadir, qanchadir suv qolgan bo'lsa, o'sha joyga borib ko'rsatmoqchimiz shu narsani.